Mana bu yerda ko'rsatib o'tdilar, tushuntirdilar va mol tarozini olasiz, yuk tarozi, olasiz, mobilniy tarozi, mol olgan holatda bemalol topishingiz bo'lyapti. Qaramangiz bo'lsa va bundan tashqari bu yoqda 12 tonnagacha motoda qattiq go'sht topish degan akalarimiz uchun motoda bundan tashqari yana quralar va semiz boshqa xuddi taroz sotadiganda men bu yerda ma'lumot berishibdi, lekin sizlarga xudo xolasa chiroyli video qilishga harakat qildik. Ishonchingizni xarid qilmoqchimiz, 2 yil garantiyasi bilan bemalol bu yerda Namangandagi Popdaga kelib olishingiz yoki bemalol uyda divanda yotgan holatda telefon qilib buyurtma berishingiz ham mumkin bo'ladi. Sizga ishonchingiz kerak, xudo xolasa biz sizlarga eng yaxshisini va eng zo'rini ilinamiz. Hozirga pastda raqamlari bo'ladi, aloqaga chiqarasiz, bemalol ishonchingizdan xarid qilasiz. Mol bo'ladimi, qo'y bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy tarozi degan so'zni yozib qo'ying, o'zlari sizga aloqaga chiqarishadi.